farzand ko'rish niyatida davolanib yurgan insonlar, bu video siz uchun. Mard bo'lingda, mana shu aytganimni qiling. 1 oy Xudo xohlasa. Albatta hammasi Xudodan, lekin qiling siz aytganini qilib. Xo'sh, bitta piyozni olasiz, sariq bo'lsin. Sariq piyozni olib bitta urib ezasizda, shuni qaynatasiz. 500 gram suvga qaynatib, 1 oy mobaynida ertalab, kechqurun och qoringa ichasiz 1 stakandan. Hech qanaqa salbiy ta'siri yo'q. Hammaga bo'ladi. Hammaga bo'ladi. Iching, iltimos. Bu har qanday mikrobni olib ketadi, zamburug'larni. Xullas kalom, mana shuni qiling. Sinovdan o'tgan, palon pulga borib davolanib, jigaringizni ezmasdan, umringizni kaltartirmasdan tabiiy yo'l bilan davolaning, iltimos. Chunki yaqinda bir qarindoshim ham mana shu davrlardan o'tdi. Oxiratini obod qilsin. Ancha yillar farzandsiz bo'lib, har xil dorilar ichib, chet elda o'sha doktorlar bergan doridan oxiri jigaridan ketdi bechora. Oxiratini obod qilsin. Buni qiling, iltimos. Addushi sizga maslahat. Xuddi o'zimga ilingan narsani sizga ilinyapman. 1000 yil oldin aptekada bormidi dori, aytgandiqi, ich mana shuni, chora. Salomat bo'ling.